Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda bir Xbet platformasida hisob ochish jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Avvalo, rasmiy ro'yxatdan o'tish sahifasini oching. Sahifa yuklangandan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini tanlang. Keyingi bosqichda ro'yxatdan o'tish usulini tanlashingiz kerak bo'ladi. Odatda telefon raqami yoki elektron pochta orqali hisob yaratish imkoniyati mavjud. O'zingiz uchun qulay usulni tanlang. Shundan so'ng mamlakatni tekshiring va faol foydalanadigan telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni kiriting. Keyin xavfsiz parol yarating. Parolda harflar va raqamlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promokod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga bir Xbet Pro promo kodini kiriting. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni ehtiyotkorlik bilan to'ldiring. Ism, familiya va tug'ilgan sana kabi ma'lumotlar hujjatlaringizdagi ma'lumotlarga mos bo'lishi tavsiya etiladi. Bu kelajakda hisobni tasdiqlash jarayonida qulaylik yaratishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqqach, ro'yxatdan o'tishni yakunlash tugmasini bosing. Hisob muvaffaqiyatli yaratilgandan so'ng, profilingizga kirib, xavfsizlik sozlamalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Imkoniyat mavjud bo'lsa, qo'shimcha himoya funksiyalarini ham yoqish tavsiya etiladi. Agar platforma hisobni tasdiqlashni so'rasa, ekranda ko'rsatilgan ko'rsatmalarga amal qiling va kerakli hujjatlarni taqdim eting. Bu ayrim foydalanuvchilar uchun talab qilinishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish jarayonida ma'lumotlarni diqqat bilan kiritish muhim. Telefon raqami, elektron pochta manzili va boshqa ma'lumotlarda xatolik bo'lmasa, keyingi bosqichlarda ortiqcha muammolar yuzaga kelmaydi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda turli platformalardan foydalanish bo'yicha sodda va tushunarli qo'llanmalarni ulashishda davom etamiz. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr.